58 million so'mlik 3 xonali tayyor bitgan uyni sizlarga ko'rsataman. Ko'rishlaring mumkin. Olib kelaveringchi. Hop, mana kirishlaring bilan ham bu yerda sanuzellari bor ekan. Sizlarga ko'rsating. Bu yerga Ariston nimalarni o'rnatib beriladi. Ariston dushovoy kamikalarni o'rnatib beriladi. Hop, mana diski. Ko'rishlaring mumkin mana. Yo'q holatdagi xonadon ekan. İşte derezalar bor. Bitta mana karim yo'li bor ekan mana. Qancha masjid oshxonaga mo'ljallangan. Bunisi yotoqxona mana. Shu yerga bu bilan chekka yotoqxona. Bu masjid oshxonaga mo'ljallangan ekan. Mana shu ekan. Narxi 58 million ekan. Hozircha tayyorlash jarayonlari bor ekan mana. Hop. Xo'p do'stlar, 58 million so'mga arzonmi, qimmatmi o'z fikrlaringizni yozib qoldirishlaringizni kutib qolamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.